Ekonom yo'limiz mana Euro remont bo'lgan uyga qo'yilgan, tutamaydi. Xo'p. Eniga 2, uzuniga 10 metr. Birinchi xonamiz 5 ga 3,5. Bunisi ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizga ikkita radiator qo'yilgan. Birinchi xonamizga 2 metrlik. Shu devordag'ida yotoqxona 2 metrlik radiator qo'yilgan. Shu xonalarda islayapti mana. Jami 3 ta xona hisoblaydigan bo'lsak, hop, 3-oktyabr bo'ladigan bo'lsa bugun jumadan oldin 11:20 larda yoqqanmiz. Hozir soatimiz 2:40. Jami 4 soat yetayotgan bo'lsa, 3 soat 4 soatga. 4 soat 4 kilo ko'mir solgan edik. Uyning holati va graduslari. Mana 50 gradusda turibdi. Ozgina zapravka qilyapmiz. Mana tutab ilashishga keldi. Pechkamiz o'zini oqladi. 3 ta xonani bemalol istayapti. Shu 15 kilodan 20 kilogadir rasxodlari xudo xolasa bo'lyapti. Uyingiz utiplit bo'lishiga qarab ham buni rasxod kamayishi mumkin. Agar tomida yoki devorida yoki polida yaxshi utiplit bo'lgan bo'lsa, bundan ham rasxod kam bo'lishi mumkin. Mana pechka kat yo'limiz kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, yetkazib beramiz butun O'zbekiston bo'ylab. Agar vodiydan bo'lsangiz, borganida ko'rib turib berishingiz mumkin bo'ladi. Hozir tepadagi montajlarni ham ko'rsatamiz. Mana tomga chiqdik. Rashidchilni bok. Rashidchilni bokda qaynab ketsa pastga olib ketadigan turbamiz. Xo'p, bu yerdan chiqqan padachamiz. Mo'rimiz. Bu yerdan ketdi mana. Utiplit qilishgan ekan, qishda har xil holat bo'ladi, muzlab qolmasligi uchun. Hozir mana shu 5 metr joyga taxminan 15 sm uklon qilishibdi. Endi ana shu yerdan narigi boshigadir bir 20 sm uklon qilishibdi, 10 metr joyga. Hop, bu yerdan ketyapti-da. Spalniyaga tushgan. Spalniyaga padacha tushgan. Hop, nari yoqqa borgan bo'lsak, hali xonada ko'rgan ikkita nimalaringa radiatorlaringa. Hop, birinchi radiatorga tushdi. Ikkinchi radiatorga tushyapti padacha. Padacha tushib radiatorda aylanib steyashkaga kirib ketadi. Steyashkadan yana kat yo'limizga boradi. Kat yo'ldan isib turib, yana chiqib mana shu yerdan yana sirkulyarka bo'laveradi. Ustalarimiz o'zining ishini ustasi ekan, o'ta zo'r chiroyli qilib montaj qilib qo'yishibdi. Xudo xolasa kat yo'limiz o'zini oqladi. Kimga pechka kat yo'llarimiz zarur bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin, yetkazib beryapmiz. Mana haqiqiy Rashidchilni bok zo'r chiqibdi montajlari.